va sodir bo'lgan voqea mos berilgan qatorni toping. Bizda o'sha jadvaldagi ma'lumotlarni ko'p chiqqanmiz, xudo xolasa. Birinchi ma'lumotga keladigan bo'lsak, polkovnik Rizoxon haqida ma'lumot berilgan, aniqroq shaxs berilgan va berilgan ma'lumot bunga to'g'ri keladimi yo'qmi ko'rib chiqamiz. Demak, 1942-yilda SSR va Britaniya bilan shartnoma imzolaydi deyapti bu yerda. Birinchi javobni ololmaymiz, negaki polkovnik Rizoxon 1925-yilda Eron hukmdori deb e'lon qilinishi mumkin. To'g'ri, shunaqa ma'lumot bor. Lekin bu 1942-yil SSR va Britaniya bilan shartnoma imzolamaydi. Bu shartnomani imzolagan shaxs o'sha biz biladigan mashhur Muhammad Rizo Pahlaviy hisoblanadi. Ya'ni birinchi ma'lumot noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumot ko'rinib turibdiki, to'g'ri. Habib Urg'oba Tunisda Milliy ozodlik harakatining rahbari hisoblangan. Uchinchi ma'lumotga keladigan bo'lsak, Charl de Gaulle Ozod Fransiya qarshilik harakatining rahbari bo'ladi. Bu ham to'g'ri. To'rtinchi ma'lumot, Ronald Reagan 1980-yilda AQShda saylovlarda g'alaba qozongan prezident hisoblanadi. 84-yilda ikkinchi marta ham g'alaba qozongan. Xullas, 4-ma'lumot ham to'g'ri. Bizga yana bir noto'g'ri ma'lumot, bu 5-ma'lumot hisoblanadi. Markus Garvey shaxsi va tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori 1968-yilda Memfis shahrida otib o'ldirilgan. Bu javobni ololmaymiz, negaki birinchidan Markus Garvey shaxsi haqida to'xtaladigan bo'lsak, William Dubois va Markus Garvey bu o'sha pan-afrikanizm siyosatining otalari hisoblanadi. Bu ham qora tanlilarning huquqlarini himoya qilgan shaxslardan hisoblanadi, lekin bu Afrika qit'asida tinchlik bo'yicha Nobel mukofotini olgan, ya'ni Nobel mukofoti sovrindori 1968-yilda otib o'ldirilgan shaxs bu Martin Luther King bo'lardi. Richard Nixon, 6-ma'lumotga keladigan bo'lsak, Richard Nixon Watergate ish natijasida iste'foga chiqqan Respublikachilar partiyasi vakili rostdan ham. Demak, bizda 1 hamda 5-ma'lumotlar xato bo'ladi. Shunday qilib bularni dastlab chiqarib tashlaymiz. Demak, 1-ma'lumot xato bo'lgandan o'z-o'zidan A javobni chiqarib tashlaymiz, negaki bir bor B javobni ham chiqarib tashlaymiz va 5-ma'lumotni ham xato dedik. 5-ma'lumotni ham chiqarib tashlaymiz. Demak, A, B va C javoblar bu yerda noto'g'ri bo'lyapti. 2-ma'lumot, Habib Urg'oba Tunisda Milliy ozodlik harakati rahbari rostdan ham. 3, Charl de Gaulle Ozod Fransiya qarshilik harakati rahbari. 4, Ronald Reagan 1980-yilda AQShda saylovlarda g'alaba qozonadi rostdan ham va aytib o'tganim singari. 6, Richard Nixon Watergate ish natijasida iste'foga chiqqan Respublikachilar partiyasi vakili hisoblanadi. Xo'sh. 11-savol. Quyida berilgan ma'lumotlarni tahlil qilib, Euler-Venn diagrammasiga mos keladigan javoblarni aniqlang. Demak, bizda ikkita mamlakat Turkiya va Eron mamlakatlari hisoblanadi. Xo'sh. Dastlab bu yerda Turkiyaga mos bo'lgan, ya'ni birinchi raqamga mos bo'lgan ma'lumotlarni sinchiklab o'rganib chiqamiz. Arab alifbosidan voz kechib, lotin alifbosi joriy qilinadi. Bizda A javob rostdan ham Turkiyaga to'g'ri keladi, negaki o'sha Mustafa Kemal Atatürkning olib borgan dastlabki siyosatlardan biri bo'ladi. Turkiyada arab alifbosidan voz kechilib, lotin alifbosi joriy qilinadi. B variantga keladigan bo'lsak, 1928-yilda Yevropacha libos joriy qilinadi. Bu noto'g'ri. 1935-yilda chodira o'rab yurish bekor qilinadi. Bu ham noto'g'ri. Ma'lumot uchun aytib qo'yib, har ikkalasi ham Eronga to'g'ri keladi. Demak, birga A, ya'ni Turkiyaga A javobni oldik hozircha. B, ya'ni Eronga bo'ladigan bo'lsa, B va C variantlarini oldik hozirga qadar. D nimaga keladigan bo'lsak, ma'lumotga keladigan bo'lsak, tashqi siyosatda Germaniya bilan hamkorlikni kuchaytiradi. Bu omil ikkalasiga ham to'g'ri keladi, negaki birinchidan o'sha Mustafa Kemal Atatürk mamlakat o'sha urushdan avval 1941-yil Germaniya bilan do'stlik shartnomasi imzolangan edi. Ikkala mamlakatga ham to'g'ri keladi dedim, Eronga ham to'g'ri keladi, negaki o'sha Eron mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng inglizlarning bosimidan o'sha nimasidan qutulish maqsadida Germaniya bilan yaqinlashadi. Demak, D javob har ikkalasiga, ya'ni bizda so'raladigan 3-variantga to'g'ri kelar ekan. Ga keladigan bo'lsak, islohotlarning bosh maqsadi mamlakatning modernizatsiya qilish deb e'lon qilinadi. Bu Turkiya uchun xos bo'ladi. Shular paktiga qo'shilishi Eronga ham, Turkiyaga ham to'g'ri kelmaydi. F varianti o'z-o'zidan chiqib ketadi. F varianti o'z-o'zidan chiqib ketgandan keyin biz
F variantini noto'g'ri sifatida olishligimiz kerak bo'ladi. Demak, A javobda ham qatnashgan. Buni chiqarib tashlaymiz. B javobda bunaqa narsa yo'q. C javobda ham F bor va D javobda ham F bor. O'z-o'zidan ma'lum bo'ldiki, bu yerda to'g'ri javob B bo'ladi. Nima bo'lganda ham boshqadan ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi Turkiya haqida A javob arab alifbosidan voz kechib lotin alifbosi joriy qilinadi rostdan ham. E variantiga keladigan bo'lsa, islohotlarning bosh maqsadi mamlakatni modernizatsiya qilish deb e'lon qilingan. 2ga keladigan bo'lsak, biz ko'rganimiz singari 1928-yilda yevropacha libos joriy qilinadi Eronda va C variantiga keladigan bo'lsak, 1935-yilda chodira o'rab yurish bekor qilinadi. Hozircha birinchi va ikkinchi ma'lumotlar to'g'ri bo'ladi. Va aytib o'tganim singari uchinchi ma'lumot ham tashqi siyosatda Germaniya bilan hamkorlikni kuchaytiradi har ikkala mamlakat ham. Bizda B javob to'g'ri sifatida ola olamiz. Nima uchun qolganlarni olmadik va buni sababi oxirgi F Qushlar paktiga qo'shilishi Eronga ham, Turkiyaga ham to'g'ri kelmaydi. A javobda, C javobda va D javoblarda mazkur variant qatnashgan. Shuni hisobiga chiqarib tashladik bularni. 12-chi savolga keladigan bo'lsak, quyida berilgan atamalar va ularning izohi to'g'ri berilgan qatorini toping. Xo'sh, Anshlusga mos keladigan bu yerda A javobda o'zi ko'rinib turibdi. Qo'shib olish ittifoq Avstriyaning Germaniya tarkibiga qo'shib olinishiga nisbatan qo'llaniladi. Rostdan ham Anshlyus 1938-yilda, ya'ni Avstriya Germaniya tomonidan Anshlyus qilingan edi. Alohida masala bo'yicha xalqaro kelishuv shartnoma turi, bu yerda bunaqa narsa yo'q, xullas ola olmaymiz. Ikkinchisiga keladigan bo'lsak, anneksiya hisoblanadi. Anneksiyani ko'rib chiqamiz. Xo'p, an'anaviy qadriyatlar, urf-odatlar to'g'ri kelmaydi. Bir davlat hududining yoki bir qismining zo'rlik bilan qo'shib olinishi bu anneksiyaga to'g'ri keladi. Demak, 1ga A, 2ga D javoblarini oldik hozirga qadar. Konversiya. Xo'sh, konversiya urush davrida so'ng sanoatni tinchlik davriga moslab qayta qurish. Bu konversiya AQSh iqtisodiyotiga to'g'riroq keladi. 4-chi o'sha ma'lumot konvensiya bo'ladigan bo'lsa, alohida masala bo'yicha xalqaro kelishuv shartnoma turi bo'ladi. Demak, bizda 1ga Anshlyus qo'shib olish ittifoq Avstriyaning Germaniya tarkibiga qo'shib olinishiga nisbatan qo'llaniladi. A javobda 1ga A'ni ola olamiz, 2ga D javob bo'ldi. Rostdan ham bir davlat hududining yoki bir qismining zo'rlik bilan qo'shib olinishi anneksiyaga kiradi. Rostdan ham 3-chiga keladigan bo'lsak, konversiya aytib o'tganimiz singari urush davridan so'ng sanoatni tinchlik davriga moslab qurish. 4ga keladigan bo'lsak, konvensiya alohida masala bo'yicha xalqaro kelishuv shartnoma turi bo'ladi. Demak, biz hozir o'zi birinchilardan bo'lib A javobini ko'rib chiqdik. Ko'rinib turibdiki, A javob bu yerda to'g'ri bo'ladi. B, C va D javoblarini ola olmaymiz. Bizda 13-chi, 14-chi, 15-chi savollar, ya'ni quyida berilgan 6 ta ma'lumot ichidan o'sha 3 ta savolga mosini topib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchisini ko'radigan bo'lsak, aniqroq 13-chisini ko'radigan bo'lsak, Winston Cherchillning qaysi shahardagi nutqidan so'ng temir parda borasida qo'llaniladi. Tehron shahrida konferensiyada qatnashgan bo'lsa ham nutq yo'q. Vyborg shahrida chiqarib tashlaymiz. Bizga kerakli ma'lumot C javobda turibdi. Ya'ni Fulton shahrida 1946-yilda Westminster kolleji talabalariga o'sha so'zlagan nutq natijasida temir parda borasi qo'llanilgan edi. Demak, 13ga C variantini ola olganmiz. 14ga keladigan bo'lsak, quyidagilardan qaysi shahar Sovet-Fin urushi yakunida SSR tarkibiga qo'shib olinadi? Xo'p, Tehron shahri bo'lmaydi, chunki Tehron shahri Eronda joylashgan. Biz B variantini ola olamiz. Chunki Vyborg va Kareliya Sovet-Fin urushi natijasida SSR tarkibiga qo'shib olingan. Memfis, Myunxen, Potsdam bu uchalasi to'g'ri kelmaydi. 15-savolga keladigan bo'lsak, quyidagi qaysi shaharda Martin Luther King 1868-yilda otib o'ldiriladi? Xo'p, oxirdan ko'radigan bo'lsak, Potsdam shahrini ola olmaymiz, chunki 1945-yil iyul-avgust oylarida mazkur shaharda konferensiya bo'lgan, lekin Martin Luther King ushbu shaharda otib o'ldirilmagan. Javob ko'rinib turibdi, o'zi aytib qo'ydim qisman. Myunxenni ham ola olmaymiz. 1923-yilda o'sha Piyosiyoni 1938-yildagi konferensiya bor, lekin Myunxenda otib o'ldirilmagan. Negaki Martin Luther King AQShda otib o'ldirilgan, Myunxen shahri esa Germaniyada joylashgan. Bizga kerak bo'ladigan 15-savolning javobi Memfis shahrida. Nobel mukofoti laureati
Ruhoniy Martin Luther King 1968-yil AQShning Memfis shahrida otib o'ldirilgan hisoblanadi. Bizda oxirgi savol xarita. Quyidagi davlat tarixi bilan bog'liq ma'lumotni belgilang. Xo'sh, biz ko'rinib turibdi, qora rangda berilgan mamlakat bu Turkiya hisoblanadi. Demak, Turkiyaga mos keladigan javobni qidirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. 1990-yillarda iqtisodiyotda qisqa muddatli retsetsiya kuzatiladi. Bu Turkiya uchun xos emas, chunki savollarda bor edi. Bu AQSh iqtisodiyoti uchun xos hisoblanadi. A javobni chiqarib tashladik. B javobga keladigan bo'lsak, mazkur davlatda Farhod Abbos boshchiligida Milliy ozodlik harakati avj oladi. Bilamizki, Farhod Abbos boshchiligidagi Milliy ozodlik harakati Jazoirga to'g'ri keladi. Agar xaritadan ko'radigan bo'lsak, Jazoir mana bu hududlarga to'g'ri keladi. Bu yerda Tunis, bu yerda Jazoir qisman ko'ringan hududi. C variantga keladigan bo'lsak, 1928-yilda Yevropacha libos joriy qilinadi. Boya Venn diagrammasida ko'rdikki, 1928-yilda Yevropacha libos joriy qilinishi bu Eron uchun xos edi. D javobga keladigan bo'lsak, Birinchi jahon urushidan so'ng hududlari okkupatsiya qilinadi. Rostdan ham Birinchi jahon urushidan so'ng Sevr shartnomasiga ko'ra Usmoniylar, ya'ni Turkiya hududi okkupatsiya qilingan edi va 23-yilda esa bu o'sha mamlakatning suvereniteti tiklangan. Demak, bizda 16-savolning javobi D bo'ladi. Xo'sh, hurmatli Renessans kanali kuzatuvchilari, quyida o'zi 16 ta savol berilgandi va 16 ta savolning qisqacha tahlilini ko'rib chiqdik. Qanaqadir kamchilik, xatolar bo'lgan bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Xudo xolasa, keyingi testlar tahlilini ham ayni shu video ko'rinishida chiqarishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat kattakon. Ayni shu berilgan testlarni to'xtayib R3 botga yuborsalaring, aynan javoblarni to'liq shaklda chiqarib beradi. Nechta xato, nechta to'g'ri va ayni qaysi savollarga xato qilganingiz haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni botning o'zi aynan shu haqida ma'lumot beradi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.